Assalomu alaykum, hurmatli YouTube foydalanuvchilari. 2-sinf ona tili 6-mavzudan mashqlarni ko'rib chiqamiz. 9-mashq. Xonadagi narsalarning nomini bo'g'inlarga bo'lib yozing. Xonada parta, doska, stul, shkaf, yana qanday xonada daftar, kitob, qalam, ruchka kabi narsalar mavjud bo'ladi. Sinfxonasida mana shu so'zlarni bo'g'inga ajratib yozish aytilyapti. Masalan, daftar, daftar, ruchka, parta, doska kabi bo'g'inlarga ajratib yoziladi. 10-mashq. So'zlarni bo'g'inlarga ajratishdagi xatolikni aniqlang. Tepada so'zlar berilgan. Zang. Zang so'zi bo'g'inga ajratib yozilmaydi. Zang so'zi bir bo'g'inli so'z hisoblanadi. Kenglik. Kenglik so'zida ham n harf birikmasi o'rtasidan ajratib, kengilik tarzida ajratib qo'yilgan. Keng n harf birikmasi birinchi bo'g'inda qoladi. Lik ikkinchi bo'g'inga o'tadi. Ko'nglim. Bunda ham xuddi shunday holat. N harf birikmasi ajratib qo'yilgan. N hamda G harflariga ko'nglim. N harf birikmasi birinchi bo'g'inda qolib, lim ikkinchi bo'g'inga ajraydi. Jang, noma to'g'ri yozilgan. Rangdor. Mana bu yerda ham rang birinchi bo'g'in, dor ikkinchi bo'g'in sifatida yoziladi. Dengizchi. Denizchi bo'ladi. De chiziqcha, niz chiziqcha, chi. Keng. Keng so'zi bir bo'g'inli so'z bo'lib, bo'g'inga ajratilmaydi. Bu ham xato. Ingliz. Ingliz so'zida ham n harf birikmasi bu o'rtasidan ajratib qo'yilgan. Bu yerda ing chiziqcha liz yozilishi kerak. Xatolik aniqlangan so'zlarni tuzatib ko'chiring. Harf birikmalarining tagiga chizing deyapti. Demak, harf birikmasi bu yerda n, ch harf birikmalari ishtirok etgan. 11-mashq. O'qing, savollarga javob bering. Bir kuni o'qishdan kelsam, onam, bolam Toshbuvi momongnikiga chiqib o'tin yorib bergin, boya iltimos qilib ketgandilar, deb qoldilar. Qalinroq kiyinib yo'lga tushdim. Momoning uyi biznikidan 3 hovli narida. Ko'chalar sirpanchiq, bolalar chug'urlashib chanalarda uchishyapti. Momoning hovlisiga kichkina darvoza orqali kiriladi. O'tgan yili qo'shnilar hashar qilib o'rnatib berganmiz. Qanday yumushi bo'lsa, u kishiga qarashib turamiz. Gulxan jurnalidan. Savol: sizning mahallangizda ham yordamga muhtoj keksa insonlar bormi? Albatta, har bir mahallada yordamga muhtoj keksa, yolg'iz yashovchi, qariyalar, muhtoj insonlar bo'ladi. Nima deb o'ylaysiz? Keksalarga yana qanday yordam berish mumkin? Keksa insonlarga yumushlarida yordamlashish, ko'chada begona inson, keksa inson bo'lsa ham yuklari bo'lsa ko'tarishga yordam berish, yo'ldan o'tkazib qo'yish kabi savobli ishlarni qilgan yaxshi deb o'ylaymiz. Ajratib ko'rsatilgan so'zlarni yozing. Harf birikmalarining tagiga chizing. Ajratib ko'rsatilgan so'zlar bu yerda mana o'qishdan, Toshbuvi momongnikiga, momoning, ko'chalar sirpanchiq, chug'urlashib, chanalarda uchishyapti, momoning, qo'shnilar kishiga qarashib
kabi so'zlarni ko'chiramiz. Bu yerda harf birikmalari ma'lum. 3 ta harf birikmasi bor. Sh, ch hamda ny harf birikmalari. Shularni tagiga chizib qo'yamiz. Uyga vazifa. Hashar nima ekanini kattalardan so'rab bilib oling. Hashar haqida kichik hikoya yozishga tayyorgarlik ko'ring. Xo'p, hashar so'zi. Hashar bu ko'pchilik birga va hamjihat qilinadigan yumush, ya'ni ish. Mahallalarda ko'pincha hasharlar o'tkazib turiladi. Umumxalq hasharlari, ya'ni bayramlarda, Navro'z bayrami oldidan, Mustaqillik bayramlari oldidan hasharlar o'tkazib, hammayoq obodonlashtirib, chiroyli, ozoda qilib qo'yiladi. Insonlar bahamjihat birgalikda bajaradigan yumush yoki ish hashar deyiladi. Hashar haqida kichik hikoya yozishda, masalan, hashar elga yarashar sarlavhasi qo'yishingiz mumkin. Unda mana bunday gaplardan foydalanib yozishingiz mumkin. Bugun erta tongdan dadam bilan mahalla hashariga chiqdik. Hasharda katta-yu kichik birdek mehnat qilishdi. Ariqlar tozalandi, ko'chalar supurildi. Kerakmas narsalar chiqindiga tashlandi. Daraxtlar ekib, ko'chalarga suv sepildi. Mahallamiz yanada obod hamda chiroyli, fayzli bo'lib qoldi. Bundan hammaning bahri dili ochildi. Mahallamiz raisi barcha mahallada yashovchi insonlarga rahmat aytishdi. Zero hashar elga yarashar. Mana shunday mazmunda yozishingiz mumkin. Bo'lmasa o'zingiz bunga qo'shib, ko'paytirib yoki so'zlardan foydalanib boshqacharoq qilib tuzishingiz mumkin. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib obuna bo'lishni unutmang.